Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi sizlar bilan o'tiladigan mavzumiz qog'oz va kartondan amaliy darslarni tashkil etish metodikasi. Rejamiz 4ta. Birinchi reja qog'oz va karton haqida ma'lumot, qog'oz va karton turlari va xususiyatlari haqida gaplashamiz. Ikkinchi rejamiz qog'ozning ishlab chiqarilishdagi o'rni. Uchinchisi qog'oz va kartonga ishlov berish usullari. To'rtinchisi ish joyini tashkil qilish talablari hamda texnika xavfsizlik qoidalaridan iborat. Tarix manbalarida yozilishicha, qadim Hindistonda yozuvlar palma barglariga bitilgan. Palma yaproqlarini quritib, ulardan plastinkalar qirqib olinib, keyin tush bilan yozilgan ekan. Bu plastinkalar keyin bir-biriga mustahkamlanib, jildi yaxshi siqilgan taxtachalardan qilingan ustiga bezak berilib, kitob holatiga keltirilgan ekan. Qadimgi greklar mum kitoblarini ixtiro qilishgan ekan. Bu yaxshi tekislangan taxtacha o'rtasida kvadrat o'yilgan bo'lib, u sariq yoki qora mum bilan to'ldirilgan. Yozuvda esa po'lat cho'pdan foydalanilgan ekan. Misrliklar esa yozish materiallarini Nil daryosidan olganlar. Nil vodiysi botqoqliklarida qamishga o'xshash o'simliklar bo'lib, qadimgi Rim xalqi uni papirus deb atashgan. Silliq poyasiz bargsiz o'simliklarni bo'yi 4 metrga yetar edi. Yozuv quroli uchun poya barglaridan tozalanib, uning o'rtasidagi yumshoq g'ovvak o'zak olinar edi. Ulardan uzun yupqa plastinkalar qirqilib, tik holda taxlandi. So'ngra ho'l barg yopishtirilib presslanar edi. Ular qurishgach sirli pemza bilan sayqallangan. Bulardan qilingan eng katta kitob Britaniya muzeyi kutubxonasida saqlanadi. Bir nechta ming yillar davomida papirus yagona yozuv materiali bo'lib kelgan. Unda asosan misrliklar, greklar, rimliklar foydalanib kelganlar. Osiyoda yozuv uchun hayvonlar terisidan foydalanishgan. Teri maxsus eritmada namlangan, cho'zilgan, quritilgan, keyin qirilgan, sayqal berilgan va tekislangan. Bu kitob uchun butun bir poda mol so'yilgan ekan. Teri kitob papirusiga nisbatan bir necha afzalliklarga ega bo'lib, uning ikkala tomonida bemalol yozish mumkin bo'lgan ekan. Eramizdan 5-asr muqaddam Uzoq Sharq mamlakatlarida shoyiga yozish rasm bo'lgan. Bu ham qimmatbaho material bo'lib, madaniyat rivojlana borgan sayin yozish uchun arzon materialga talab orta borgan. Hozirgi kunda ishlab chiqarish sanoatida qog'oz va kartonning 200 ga yaqin turi ishlab chiqilmoqda. Qog'oz ilk bor Xitoyda paydo bo'lgan. Bu insoniyat tarixidagi eng muhim ixtirolardan biri hisoblanadi. Taxminan miloddan avvalgi 2-asr atrofida Xitoy tizimlaridan foydalanishgan. Bu jarayon asta-sekin taraqqiy etgan. Bugungi qog'ozning asosiy prinsiplari shu davrdan boshlangan. Xitoydan keyin qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasi Markaziy Osiyoda tarqalgan. Taxminan 8-asrda Samarqand, hozirgi O'zbekiston kabi shaharlarda qog'oz ishlab chiqarish boshlangan. Qog'oz asosan daraxtlardan olinadi.
Daraxt yog'ochi maydalanib, sellyuloza deb atalgan tolali massa hosil qilinadi. Ana shu tolalar qog'ozning asosi hisoblanadi. Qiziqarli fakt: bir tonna qog'oz ishlab chiqarish uchun o'rtacha 17 ta daraxt kerak bo'lar ekan. Qog'oz kundalik hayotimizda juda keng qo'llanadi. U faqat yozish uchun emas, balki sanoat, qadoqlash, tibbiyot va san'at sohalarida ham muhim ahamiyatga ega. Qog'oz turlari uning tarkibi, qalinligi va ishlatish maqsadlariga qarab farqlanadi. Texnologiya darslarida foydalanadigan qog'ozlar: oddiy qog'oz, rangli qog'oz, origami qog'ozi hamda gazeta qog'ozi va kartonlardan iborat. Kundalik hayotimizda tez-tez uchraydigan, ammo ko'pincha e'tibor bermaydigan materiallardan biri bu karton hisoblanadi. Karton qog'ozga nisbatan qalin, mustahkam va shakl berish uchun qulay bo'lgan material bo'lib, u sanoat, dizayni va ta'lim sohalarida keng qo'llaniladi. Ayniqsa texnologiya darslarida karton o'quvchilar va talabalar uchun eng qulay va xavfsiz materiallardan biri sanaladi. Kartonning tarixi qog'oz ixtiro qilingan davrlardan borib taqaladi. Ilk karton namunalari Xitoyda paydo bo'lib, keyinchalik Yevropada tarqalgan. Avvaliga karton faqat qadoqlash uchun ishlatilgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan u ijodiy va texnologiya faoliyatida ham muhim o'rin egallay boshlagan. Bugungi kunda karton ekologik toza, qayta ishlanadigan va arzon material sifatida alohida qadrlanadi. Qog'oz va karton bilan ishlash o'quvchilarni garmonik rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Ayniqsa rangli qog'oz bilan ishlash ijodni rivojlantirishga yordam beradi, fantaziyani boyitadi, kuzatuvchanlik diqqatini oshiradi va tasavvurlarni faollashtiradi. Irodani tarbiyalaydi, qo'l mehnati, chamalash va rangni sezishni o'stiradi. Qog'oz va karton bilan ishlash mashg'ulotlari oldindan quyidagicha tayyorgarlik ko'rinadi. Stolning ustida qog'oz yozib, o'ng tomonga qaychi qo'yiladi. Yelim uchun cho'tka, chizg'ich, qalam, avtoruchka, old tomonlariga yelim qiyqimlar uchun quti, chap tomonimizga esa ish vaqtida xalaqit bermaydigan qilib rangli qog'oz to'plami qo'yiladi. Har bir mashg'ulot oxirida o'quvchilar keyingi mashg'ulotga kerak bo'lgan narsalarni yozib olishadi. Birinchi sinfda o'quvchilar eng avvalo faqat texnologiya darsi mashg'ulotlarigina emas, balki boshqacha darslarda ham to'qnash keladigan materiallar bilan tanishadilar. Bu barcha o'quv anjomlari, daftar, kitoblar, o'quv va qo'llanmalar, bosiladigan qog'oz turlari, yoziladigan muqova, qilinadigan bosma, rasm solinadigan kitob va ro'znoma qog'ozlaridir. Ta'lim jarayonida o'quvchilar turli va qog'ozlarning asosiy jismoniy xususiyatlari, rangi, qalinligi, zichligi, siyohni singdirishi xususiyati, satinning xarakteri, silliq, g'adir-budirligi bilan tanishadilar. Qog'oz va karton ishlov berish usullari unchalik murakkab emas. Bolalar ularni osonlik bilan o'zgartirib oladilar. Qog'oz va kartonga ishlov berish yuzasidan egallangan malakalar keyinchalik barcha mehnat turlari bo'yicha
mehnat ta'limga keng qo'llaniladi. Yozuv qog'ozi. Sathi silliq, yelim, singdiradigan, namlikni kamroq singdiradi. Narsalarni ixtirolashda, muqovalashda, kartondan yasalgan narsalarni yelimlashda juda qulaydir. Rangli qog'ozi. Rangli qog'oz turli ranglarda bo'ladi. Jilo beradi. Qog'ozning o'rnini bosa oladi. Qo'l texnologiyasini darslarida ko'p ishlatiladi. Gazeta qog'ozi esa qog'ozni eng ko'p tarqalgan qog'oz turlari hisobiga kiradi. Sifatiga ko'ra unchalik pishiq emas. U namlikni juda o'ziga tez singdiradi. Daftar qog'ozi esa sirti silliq, yelimni singdiradigan pishiq qog'oz hisoblanadi. Daftar qog'ozi katakli va yo'l bo'ladi. Millimetrli qog'ozlar ham bo'ladi. Sathi bosma to'r shaklida tayyorlanadi. Qog'oz o'lchami mayda, zichli bo'ladi. Bosma qog'oz, karton qog'ozi hamda rasm qog'ozlari ham bor. Rangli va jiloli qog'ozlar. Hozirgi kunda rangli qog'oz va jiloli qog'ozlardan boshlang'ich sinf o'quvchilari texnologiya darslarida har xil o'zlariga kerakli mavzusiga oid predmetlar yasashadi. Misol uchun, kitob muqovasi uchun yoki har xil nima deydi, oq yog'ochli, qo'ng'ir yog'ochli, poxol, makulatura qog'ozi bor. Qurilishda hamda muqovalashda, qutilar uchun ham bu qog'ozlar ishlatiladi. Kitoblarni tuzatish, zararlangan sahifalarni tiklash, yirtilgan joylarni yelimlash, hoshiyalarni mustahkamlash, to'g'irlash va sahifa burchaklarini tiklash, chiqib ketgan sahifalarni mustahkamlash, yamoq solishdan iborat bo'ladi. Kitobni ta'mirlash ishlarida odatda un klaysteridan foydalaniladi. Bolajonlarga bular bilan ishlashda texnika xavfsizlik qoidalarini tushuntirib o'tiladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.